O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janoblari tomonidan 1780 ta masjidda xatm qilgan qorilar uchun alohida hadiya berildi. Prezidentning bergan sovg'asi. 10 million. Birdan 50 gacha. Yangi qochganmikan o? O'zi hammasini sizga bersam bo'lardi. Bizga ne inson? Ona. Katta rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Bizlar 17 Pro Max'larni ochib ko'ryapsizlar. Menga o'xshabdimi shu? Bismillah. Voy. Shukrlarga ishlatsin deb. Faqat bu bilan chegaralanmadi. Masjid imomlari yoki masjid noiblari, masjid xodimlaridan ham ro'yxat shakllantirib, har bittasiga 7 million so'mdan hadiya berildi. Ramazon hadiyasi, Qadr kechasi hadiyasi. Shu kunlarni ham ko'rar, baxtimiz bor ekan, shu kunlarni ham ko'rarmikinmiz? Bunaqangi kunlar bo'larmikin deb yurardik. Bo'lar ekan, qarang. Shavkat Miromonovichni Alloh umrini uzoq qilsin. Diyonatini ziyoda qilsin. Shu odam diyonatli odam. Desak bizni ustimizdan kulgan edi muxolifatchilar. Paxta qo'yyapti deb. Paxta qo'yishmi shu? Bor narsani bor deb aytsa paxta qo'ygan bo'ladimi? Qorilarni hurmat qilgan davlat rahbari, imomlarni hurmat qilgan davlat rahbariga agar tashakkur aytish, paxta qo'yish bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, sizlar paxta qo'yyapti deyveringlar. Biz buni ajdodlarimiz orzu qilganligini ko'zimiz bilan ko'rganmiz, kitoblarda o'qiganmiz. Ularning orzusini ijobati bu. Ular orzu qilardi shunaqa hodisalarni. Bu ijobat bu. Bu davlat rahbari fazilati o'zida emas. Davlat rahbarining fazilati ajdodlarining duosida. Ular duo qildi, shunday rahbarni O'zbekistonga Alloh nasib qildi. Allohning soyasida soyalanadigan 7 ta toifa bor. Shundan bittasi odil rahbar. Odil rahbar. Chunki adolat qilsa butun xalqqa foydasi ko'rinadi-da, butun xalqqa. Masjidning imomigacha, noibigacha manfaat yetib boryaptimi? Bundan umid qilinadi. Haqqiga duo qilinadi. Men Jaydara tilda bizni prezident mushik degan edim. Rossa anvalarni qayerlaridir yolib ketdi bechoralarni. Bahona qilib qidirishib nimalarnidir kovlashdi, lekin eplash olmadi. Ana shu diyonat xayrli bo'lsin.